İkinci bab. İsraillarning Lavi qabilesidagi bir kishi o'z qabilasidan bo'lgan birsiga nikohlandi. Ayoli homildor bo'lib, bir o'g'il tug'di. Ana buvaqning chiroyli ekanligini ko'rib, uni 3 oy yoshirun saqladi. U bolani zodi yoshamaydigan yerga kelganda qo'mishdan bir sevat to'qib, uni mum va loy bilan suvab, suv o'tmas qildi va bolani sevatga selib, ondan sevatni Nil daryosi bo'yidagi qo'mishliqqa opirib, yoshiruncha suvga qo'yivetdi. Bolaning hadisi qandoq ahvol yuz berdi ekan deb yiroqdan sevatni kuzatib turdi. Podshoning qizi daryo bo'yiga suvga cho'milgili keldi. Uning kenizaklari daryo bo'yida sayr qilishga boshladi. Tuyuqsiz malika qo'mishliqda bir sevatning tug'unini ko'rib qoldi-da, elib kelish uchun xos kenizgini avatdi. Malika sevatni ichib, bir o'g'il bovaqning yig'lab yotqinini ko'rdi. Malika uningga ich og'ritib, bu cho'qim bir İbranining bovig'i dedi. Bu chaqda bovaqning hadisi kelib Malikaga, men berib İbranilar orasidan siz uchun bovaqni emitadigan bir enik ana tepib kelaymi deb so'rdi. Malika, ma'qul, bo'g'in dedi. U berib bovaqning o'z onasini chaqirib keldi. Malika bu ayolga, bovaqni uyingga elib ketib, men uchun emit, ish haqingni beraman dedi. Bunun bilan ayol bovaqni uyga elib ketib emitdi. Bala xeli cho'ng bo'lganda, onasi uni Malikaning oldiga elib bordi. Malika uni o'z o'g'li qilib beqib oldi va men uni suvdan tortib chiqarib deb uningga Musa degan ismni qo'ydi. Musa cho'ng bo'lgandan keyin İbrani qarindoshlarini yo'qlab berib, ularning eg'ir amgaklarga silinayotganligini o'z ko'zi bilan ko'rdi. Orada u bir Misrlikning İbrani qarindoshlaridan birini urayotganligini ko'rib, atrofiga qarab, boshqa odam yo'q-ku deb o'ylab, yelqi Misrlikni o'ltirib, o'ligini qumga ko'mivetdi. Etsi Musa yana sirtqa chiqib, ikki İsrailning bir-biri bilan urushayotganligini ko'rdi. U yo'lsizlik qilgan biriga, "Nemishqa o'z qarindishingni urasan?" dedi. Yelqi kishi, "Kim seni bizga boshliq yoki so'roqchi bo'lsin debdi? Sen yelqi Misrlikni o'ldirguningdek, endi menimi o'ltirmoqchimi?" dedi. Musa bu gapni anglab, qo'rqib qoldi. U ichida, "Mening qilgan ishimni boshqalar jazman bilib qopdi" deb o'yladi. Podsho bu ishdan xabar tepib, Musoni o'ltirmoqchi bo'ldi. Biroq Musa uningdan kechib, Midiyan degan davlatga bordi. Bir kuni u bir quduqning yeniga kelib o'ltirdi. Midiyandagi bir ruhoniyning 7 qizi bor edi. Ular doim otasining qo'ylarini sug'urish uchun bu quduq beshiga kelib, suv tortib, o'qurlarni to'ldirishadi. Bundaq vaqtlarda bir qancha podichi kelib, ularni qo'g'lab etadi. Bu qitim bo'lsa, Musa ularni qo'g'didi va ularga yordamlashib suv tortib berdi. Ular otasi Ravulning yeniga qaytib borganida
Otisi uladın. Bugün həcəb burulla qaytib kəpsizlər o, deb sordu. Ula, bir Misirlik bizni padişahның bozaq qilishidin qutuldu de. Hatta biz üçün su tatib, qoylarimizni so'rib bədi, deb javob berishdi. Otisi qizlarga, o qayerda qoldi? Uni sirtda tashlab kelganinglar nemisi? Uni biz bilan birga tamoq yeyishga chaqirib kelinglar, dedi. Musa Raulning taklifini qabul qildi va ularning yenida turib qoldi. Raul qizi Ziporani uningga xotinlik berdi. Zipora bir o'g'il tug'di. Musa, men yoq yurtdagi bir musofir edim, deb bolaga Gershom degan ismni qo'ydi. Oradan uzun yillar o'tgandan keyin Misr podshoyimu o'ldi. İsraillar yanıla eg'ir emgaklardan qattiq azob chekib, Xudodan yordam tilab nolu faryod ko'tarishdi. Ularning nolu faryod ovozi Xudoga yetdi. Xudo ularning nolu faryodlarini anglab, o'zining ularning ajdodlaridan bo'lgan İbrahim, İshak ve Yaqublar bilan tuzgan ahdisini esiga oldi. U İsraillarning ichinishlik holatini ko'rib, ularga intayin ich og'ritdi.